hozir har bittasidan pul olishyapti-da. O'sha yerdan so'mga qilib qo'yamiz. Bizning formamizdan orqali tilanchilik qilmanglar, sizlardan iltimosim shu. Qayerda ko'rsam, nima tirikchilik deyshadi-ku ular. Ular kasb shunaqa. Tilanchilik. Faqat yo'lda ishlaganlarni bechora deb o'ylashadi shekilda bular. Yo'llardagi duch kelgan joyga hafsalasizlik bilan uloqtirilgan plastik idishlar, pista po'choqlari, hattoki tashlagan odamning o'zi tozalashga jirkanadigan ayrim chiqindilardan xalos bo'lgan ko'chalar, oqlangan daraxtlar, yig'ib olingan xazonlar o'z-o'zidan bo'lib qolmaydi albatta. Siz orom olib yotgan paytingiz erta tongdan sariq nimchali tozalik jonkuyarlari mehnat qilishadi. Ob-havoning qanday bo'lishi ahamiyatsiz ularga. Obodonlashtirish xodimlari o'z nomi bilan yurtimiz obodligiga hissa qo'shib kelayotgan jonkuyarlar. Qishmi, yozmi ular o'z vazifasini maksimal darajada uddalashyapti. Lekin ularning kiyimidan niqob sifatida foydalanib, o'zlarining tuban rejalarini amalga oshirayotgan tilanchilar ham yo'q emas. Lekin yurtdoshlarimiz ularning farqiga bormasdan o'zlarining saxovatlarini ulashishyapti. Ijodiy jamoamiz bilan syomka jarayonlarida Chilonzor tumanida obodonlashtirish xodimlari qiyofasidagi bir guruh mana bu tasvirdagi ayollar yo'l yuzida mashinalarni to'xtatib, tushlik qilishlari uchun pul so'rab yurishganlarining guvohi bo'ldik. Holatni biroz kuzatdik. Ular o'z vazifalari qolib, tilanchilik qilishayotgan edi. Ayollarga vaziyat bo'yicha yuzlangan edik, qochishga urinishdi. Ko'rinib turibdiki, ular tozalik posbonlari niqobi ostidagi ustasi faranglar edi. To'shna hokimiyatdanmisizlar? Ha, hokimiyatdan. Qaysi hokimiyat? Aldami? Basharamami. Qaysi hokimiyat? Chekdi odamlari. Qaysi chek? Ma'lumotlarga ko'ra, obodonlashtirish xodimlarining maxsus kiyimida qaysi hududga tegishli ekanini bildiruvchi yozuv bo'ladi. Tasvirga ahamiyat bersangiz, nimchalarda hech qanday nom yo'q. Yuqoridagi holat yuzasidan fikrlarini bilish maqsadida 12 yildan buyon Yakkasaroy tumani ko'chalarini sarishta qilib kelayotgan Dilorom opaga yuzlandik. Juma kunlari bizning formamizni kiyib, masjidlarga borishib, tilanchilik qilishar ekan. Biz hech qachon tilanchilik qilmaganmiz, qilmaymiz. Buni ko'radigan o'sha yo'lilarga, tilanchilarga bizni formamizni kiyib, tilanchilik qilmaylar. Bizni orqamizda bunaqa qora ishlarni qilish umuman to'g'ri kelmaydi-da. Vaziyat mas'ullarning ham paymonasini to'ldirgani aniq, chunki bu holat birinchisi emas. Eng achinarlisi, bunday shaxslar o'zlarini go'yoki obodonlashtirish boshqarmasi xodimi sifatida tanishtirib kelgan. Shu bilan birgalikda fuqarolarimizdan ularning ustidagi maxsus kiyimbosh obodonlashtirish boshqarmasiga tegishli degan fikr uyg'otmoqda. Obodonlashtirish boshqarmasiga tegishli maxsus kiyimboshlarning o'ziga xos belgi va o'z logotiplari bilan jihozlangan bo'lishini eslatib o'tmoqchiman. Misol uchun, har bir tuman obodonlashtirish boshqarmasiga tegishli maxsus kiyimboshlarning orqa qismida tuman obodonlashtirish boshqarmasi nomi yozilgan bo'ladi va har bir kiyimda xavfsizlik jihatidan nur qaytaruvchi maxsus chiziqlar bo'ladi. Yurtdoshlarimizga murojaat qilmoqchimiz. Haqiqiy muhtoj odam so'rab olmaydi. Obodonlashtirish xodimlari esa o'zlari ta'kidlab o'tganidek, formalaridagi maxsus yozuv bilan ajralib turadi. Har kimga men obodonlashtirishdanman desa, pulingizni osonlikcha berib yubormang.